Onundaki şu vaqtlarda şu Qashqarda bab olgan şu koşullarınki hemmisi birlikte bir kurulgan Şarkı Türkistan İstiklal Cumhuriyeti Cemiyetininki azaları bilen birleşip bir İslam, bir cumhuriyet, bir devlet kuraylı dep şu 1933 yılı 10. aydan itibaren şu devlet kuruşka kirişip onundaki 1933 yılı 11. ayının 12. günü, çünkü 11. günü 10. günlere parlamentone askeri komandalı hemmisi Kur'an-ı Kerim'ni tutup kasem içip onundaki resmi devlet sadık olumuzda onundaki 33. ile 11. ayınki 12. günü Qashqarda istiqlalını ilan qilgan 1933 yılı kurulgan Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyetininki. Şu vakitte şu nimege Cumhuriyetni ilan qilish marosimiga 7000 kishilik askar qitilgan deb shu nima qilindi ekan, so'zlandi ekan. Shu vaqtda 7000 tane askar şu 1933'te kurulgan Cumhuriyet'te bab olgan Qashqardagi askerler. Çünkü bularning bir kısmı sirtda yana bor. Çünkü Hoji Nizojim o vaqtda Qashqarga yetib kelib bo'lolmaqliq. Nima Aqsu taraflarda shu yerda turug'liq. Şu vaqtlardagi qo'shin bu. Buningdan da 11 ministerlik turg'izilgan 1933'te kurulgan çağda. Buningdan keyin bu ministerliklarning ichida bir Mudofaa ministerligi, onundan keyin ichki ishlar ministerligi var. Bizning bu milliy armiya bilan munosabatli qismning ichida 9. bu yıllık asas kanununki 9. maddesinde Mudofaa ministrininki vazifeleri nahayet iniq qilib belgilangan. Hizmet dairesi de birinci bulup devletine taşkı düşmenden müdafaa kılıdığan muntizim bir armiye kurup çıkış, çet elden ihtisaslık kişilerini teklif kılıp harbiy mektep içiş, koral yarak zavutlarını kuruş, çet ellerdekilerinin niyetini bilip duruş için mahsus istihbarat birliki tayin kılış, kuli lavahik deydiken. Yine Mudofaa Ministri Hizmetleri Dairesi'de piyade, kurukluk armisi, suvari deydiken, atlık armisi, bombardıman ve iğir tipteki avtomatik korallarını işletileydiğen uçkucu, tankçı ve maşina askeri birlik teşkil kılış de belgeleniptiken. Şu asas kanununki 9. maddesi de. Bununla birge himivi zerbi bir iş ve onundan müdafaa qilish etrit kurup çıkış ve bununla lazımlık bolgan eslehelerini temin qilish lazım deb şu 9. asas kanunun 33'te kurulgan Cumhuriyet'in asas kanunun 9. maddesiga Mudofaa Ministerligininki vazife içige muşula kirgizilibdiken. Şunun bilan birge 33'te kurulgandan keyin Cemaat Xavfsizlik İdaresi de ayrım bir birim kurulup bununla baş yasavulluq degan isim koyulgan bulup bununla Minbişi Kumandan Kichikbek muavin yasavulluqqa Nizamettin 105 tayin kılınıp diken o çağda Mudofaa Ministerligiga geçiyor ise Qirg'iz O'razbek, onunki muavin ministerligiga geçiyor ise Xotanlik Sultan Bey muavin minister, baş Mudofaa Ministri Qirg'iz çünkü kumandan O'razbek birinci Mudofaa Ministri bo'lganlar. Şunun bilan birge endi yine bizningki milliy armiya bilan munosabatlik asas kanunun 11. maddesinde İçki İşler Ministrininki vazifeleri nahayeti iniq qilib belgilangan. Çünkü nurgun devletlerde asker bilen polis, sakçı, içki işlerini başkurduğun çünkü asker şeye kirib algandan keyin biraz evvel Erkin Ekrem sözlep öptü. İkisi birbiriyle aralashib ketdi bu. Dikta bir devletke aylanıp kaldı. Asker hem işki aralashib algandan keyin bo'lmaydi. Bu 33'teki asas kanunun 11. maddesi de askerinin kıldığan işi tamamen taşkı düşmellerden vatanını kovdaş taşkı düşmellerden
asasen şu kışla degan uzak chegara rayonlarni saqlash, muhofazat qilish deb belgilanib, 11. maddesida ichki ishlarninki vazifeleri nihoyatda aniq qilib belgilangan. Xizmat doirasida birinchi bo'lib her bir viloyatga vali tayin qilish, yurtda tinchlik va asoyishlikni turg'izish uchun qurolliq yasovul ve saqchi qism turg'izish, çünkü yasovul bilan saqchi qismni ayiradi ekan. Bular valining emri ostida cinayetçilerini tutup sotqı yardımlaşış, mahkemelerinki resmi evraklarını fuqarolarga ulaştırış, chegirdan memleketga kelgan chet elliklarninki yol xitini, yani pasportunu tekshirish, şüpheli kişilerini ve işlerini kuzatib turish dek vazifalarni o'taydi Ichki ishlar ministri. Şunun bilan birga pochta ve hizmet işlerini vilayet ve rayonlarninki chegirlarini belgilash, hangi qaysi vilayetga qaysi nayiga tava degan bu ishlarni qilish, memlekette yol içiş ve kontrol qilish ishlarimi Ichki ishlar ministrining xizmat doirasida deb belgilangan. Yana can ro'yxat, yani nüfus tezkirisi, kimlik deb bunda aptı. Yani biz qo'llangan şu kimlik, bir iş, öy yer mülklerininki çegirisini bikitish, mülkiyet hüccetleri deydikken şu vakitte, yani boluk bir iş işlerini mi Ichki ishlar ministerlikininki hizmet dairesinde boludu deb, yani şu vakitte 33'te kurulgan, şu 1933 12. ayda 11. ayının 12'si kurulgan devletninki asas kanunda, yani mükemmel bir şekilde meyli milli armiya kısmı bolmuşsun, meyli korallık sakçı kısmı ichki ishlarga ait bo'lgan kısmı bolmuşsun, yaxshi mükemmel bir şekilde tertip kılıngan. Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti ilan kılınıp bo'lgandan keyin dese şu 12. ayınki başlarında Hoji Nizacim to'liq nimaga kelib bo'lmagan, Qashqarga yetib kelmagan vaqtda şu yukarıda zikir kılınan 9 tane kısım var Şarkı Türkistan'ın içinde, korallık. Asasen digidek hemmisi Hoji Nizacimga özününki beyitini, yani boysunganlıkını ifade ettikken. Şu vakti çıkan Erkin Türkistan gazetininki 12. ayınki kançı 6. günü mü ki ya ki haberde mesela şu Şiriphan ve Alahan, yani Kazaklardan kilip elçi ivetip Hoji Nizacimga özününki beyitini bildirdi. Onun dinkin Mongol koşun maxsus elçi ivetip Hoji Nizacimga, çünkü devlet ilan qilgandan keyin siz vaqt ichida hamma yerga taqab ketdik. Bularni buni qabul qilib Hoji Nizacimga bayat qildi deylik. Onundan keyin Jinshurun qichib ketdi deylik. Urushda yengilib qolgandan keyin Ruslarni buningdan ortiq ish kelmaydi ekan deb umidini uzib, hatto oq Ruslarni ish qisilib, shuning bilan Urumchida bu qichib ketib Jinshurun Rossiya orqali ichkariga ketdi. Shu vaqtda Lotinjang degan nimachilik Shinseydan burun Jinshurun bilan Shinsey o'rtasida shu nima bo'lib ekan, Jinshurunning o'rniga Dota yoptu ekan shu nimalarda Urumchida. Umo nima ivatib, elchi ivatib ve hatta nimada gazetdagi xabarda nimadan ichkirdagi Nanjing hukumatimi Hoji Nizacimninki bosh qo'mondonligini nima qildi, tasdiqladi degan xabar bor. Yani ularni qabul qiliqliq. Asasen bu vaqtda nima deymiz? Hoji Nizacim qo'mondonligidagi şu 33'te kurulgan cumhuriyetni asasen Şarkı Türkistan'ın içindeki barliq qoralliq kısımlar, gruplarının hemmisi qabul qiliqliq. Yani şu bazı rivayatlerde şu vaqtda Ruslar nimaga Hoji Nizacimga teklifte bulundu ekan. Deytken ki ortak iş qilayli, biz sana yardım qilayli, sen bizge bazı Özbekistan, O'rta Osiyodan qochib chiqqanlarni, çünkü bular xatarlik kelgusida
O'rta Osiyoga, ya'ni G'arbiy Turkistonga yana ziyon silishi mumkin. Sen ularni bizga tutib nima qilib bergin. O'rtaq hamkorlik qilaylik degandan keyin Xo'ja Nizojim buni qabul qilmaydi ekan. Ba'zi materiallarda shuni bayon qildi. Shuning bilan Xo'ja Nizojim Qashqarga, ya'ni 1 ayning 1-kuni asa xabarda Xo'ja Nizojim Qashqarga yetib keldi. Yetib kelgandan keyin shu vaqtda endi ruslar Majunuyni yo'lab qurollar bilan yo'lni aytqatdik. Shuning bilan chunki u vaqtda Xo'ja Nizojim ayliq nimani Timur Sijongni nima o'ltirayotganlik uchun Tungallar shu Yemisha sepil ishchidiki Xo'ja Nizojim shu Qashqarga kelmas qattiq achchig'i kelib sendek Tungallini nima deb meniki qo'mondonni o'ltirayotding deb asosli askarni Qashqar Yemishaga hujumga ivatgandan keyin oqidan endi Majunyi Tungan qo'shininki oqidan qo'g'lab keliblam oqidan hujum qilib shuning bilan Xo'ja Nizojim Qashqardan uzun turamay Qashqardan qochib ketdik. Bir oydak nimada yakani shu yerda turib oxiri endi O'rkashtamga berib u yerda ruslar bilan qaytadan sulh salo qilib shu orqali 33 da qurilgan Islom Cumhuriyetini tamamen ilg'o qilish, yo'q qilib o'tish ve bunundan sırt O'rta Osiyodan kelgan O'zbek yo'qolgan milletlarni tutib berish yoki chiqarib o'tish Sharqi Turkistondan. Onundan keyin o'zining qo'mondonligidagi askarlarni Shinseyga, chunki Shinsey hukumat beshig'i o'tdi o vaqtida, Shinseyga o'tkazib berish va Xo'ja Nizojimni umumiy Şinjanning, ya'ni Sharqi Turkistondagi muavin boshliq qilib qabul qilish qatorliq shu 12 turlik shart bilan Xo'ja Nizojim shu ruslar bilan ilib bo'lgan suhbatda tankilanmaydiganligini angladimi, nima ish qildi shu yerda o o'zi qurgan, ya'ni atrofidagilarning qurgan 33 taki davlatni shuning bilan nima qilib o'tdi. Onundan keyin 1934-yili 3-oyda Yenisada 3-oyning 2-si Yenisada Bakallar Qo'runinki, ya'ni ministerlarninki yig'inida Xo'ja Nizojimning 12 turlik ilib bo'lgan kelishimga la'nat o'qigan asosida biz buni faqat qabul qilmaymiz. Sharqi Turkistonliklarninki hech bir davlat bu ishga aralashmaydi. Bu davlat baqiy qoladi deb shu 12 moddalik javob bilan parlament Savutaj Damollan boshchiligida onundan keyin shu asosli Sharqi Turkiston qurg'uchi kishilarninki umumiy ma'qullik bilan 12 moddalik bir qarshi ruslar bilan anlaşmaga qarshi bir modda imzolab yayınlab ekan. O da Yosh Turkiston jurnaliniki 1934-35-yillik 34 ve 35-yillik sonida yozilib ekan bular. Ochiq bir şekilde tamg'osi bilan rasmlik qilib. Onundan keyin esa Xo'ja Nizojim 34-yilninki oxiri, ya'ni 11-oyida Ürümchiga yetib bordi. O aralıqda Savutaj Damollamni tutib, Xo'ja Nizojimni Zirib Qarajim Adliya ministerliğini tutib, billa Ürümchiga berib, onundan keyin askerleri berib asasen Sharqi Turkiston Islom Cumhuriyeti şu 34-yilning oxiriga kelgan chaqda tamamen yo'qaydi. Ammo lekin urush, ya'ni Xitoylar bilan bo'lgan jangi jidal davom qildi ta 1937-yilgacha. Ya'ni ammo 37 kelgan chaqda tamamen avval Xo'ja Nizojimni yo'qotdi. Savutaj Damollamni yo'qotib bo'lgandan keyin Xo'ja Nizojimni yo'qotdi. Onundan keyin Tungan qo'shinni zaten ruslar o ish tugagandan keyin akitlik. Tamam, Xo'ja Nizojim bilan biz anglashib bo'ldik, sening vazifang tugadi deb Majuniyni askarga bir qism askarlar bilan billa Qirg'izistonga, onundan keyin Mahosam degan onunki ochisining iri bo'lgan Tunganni bir nurg'un qo'shin bilan nimaga
Xotenga yo'llab o'tib, asosan Majunga Qirg'izistonga o'tib ketdi. Chunki vazifasi tugadi oniki. Va shu orqali Xo'ja Nizojimni Savatoj Damollamni buni yo'qitib bo'lgandan keyin, andan keyin nima demas, sirasi navbati andan nimaga keladi? Mahmud Sijonga. Mahmud Sijon Xo'ja Nizojimning eng yaqin boshdan tortib nihoyatda yaxshi sadoqat bildirgan va hatto Xo'ja Nizojim ruslar bilan billa ruslar nima ittifoq tuzgan bo'lsa-mi, ya'ni bo'pti mayli deb shu Xo'ja Nizojimga nihoyat qattiq sadoqat bildirgan. Oxirida Xo'ja Nizojim to'xtamay Mahmud Sijonga sen Urumchiga kel, askaringni olib Urumchiga kel deb taklif da'vat qilavergandan keyin shunda qarab baqsa bu Xitoyninki niyati yomon. Ya'ni u yerga borgandan keyin ham o'zininkimi shahid bo'lib ketadiganlik, o'lib ketadiganligini sezib, onundan keyin Mahmud Sijon nimaga qochib ketaylik? Xotan nima tarafga, Hindiston tarafga. Shuning bilan Kammaga qochib ketganligini uqqandan keyin Xo'ja Nizojimni Shinsay shu 38-yili o'ltirib, shuning bilan butunlay hokimiyat Shinsayning qo'liga o'tib ketaylik va hatto Shinsay o vaqtida Oq Ruslarni tugututma deb anindagi navbat, chunki dastlabda ruslar nihoyatda bek yaqin Shinsay. Hamma jihatda. Ammo ikkinchi dunyo urushining bo'lgandan keyin to'xtabdi deb nimaga yaqinlashib Gomindonga. Ruslar bilan aloqasi kesilib, Oq Ruslarni o'ltirib turgandan keyin keyingi vaqtlarda yo'qolib ketib, undan keyin 44-yilgi urush maydonga chiqildi. Ya'ni meningki bu 1900 asosan 33ni cho'ri degan asosda bizningki milliy armiya deydigan, ya'ni milliy deganimiz Sharqi Turkistonga oid, Sharqi Turkiston xalqiga oid, Sharqi Turkistonninki manfaatini chiqish nuqta qilib turib harakat qilgan banditlar xorij mushu milliy armiyani asos qilgan va 33dagi Cumhuriyatni asos qilgan shaklda buni hozirlab keldim. Endi bu yerda 33 Cumhuriyatninki yıkılıp ketishda nurg'un sabablar var. Bu ayrım bir mesele. Ama lekin nima bo'lishidan qat'iy nazar 33'deki şu Cumhuriyet naytlik hushyor aydın münevver kişilerninki bir yerga kelib qurgan mustaqil resmiylik tamamen mustaqil deyishga bo'ladi. Bu Cumhuriyetni qurg'uvchilarning ichida Uyg'urlar, onundan keyin Türkiye'den kelgan münevver kişiler, O'rta Osiyodan kelgan Sopizade deganga o'xshash münevver kişiler, onundan keyin Qirg'izlar, Qozoqlar hammasi o'z ichiga olgan mustaqil, pakiz bir devletti. Uzun yaşayamadı çünkü devletni yalğız qurg'ili bo'lmaydiganligi shu yerdan chiqdi. Çünkü başka bir devlet himoya qilmasa, başka bir devlet bilan hamkorlashib ish qilmagan chog'da desa, devletni qurgan bilanmi putirab turishninki nihoyat ters ekanligini buningdan uqib bilishimiz lozim. Biraz evvel dedik ya Xitoyga qanday qarshi turamiz deb. Aslida Xitoyga biz qarshi tursak biz yengolmaymiz. Abduqodir akamning videosi paylaşılıptı. Şu Qozoqlimi, Qirg'izlimi deb. Shunga o'xshash yana şu dunyodagi ba'zi cho'ng davlatlar, chunki kuchlangan sari davlatlar bilan davlatlar bir-biri bilan kuch silishtirishadi. Chunki hech birisi o'zidan yana birisining kuchib ketishni yaxshi ko'rmaydi. Ojizlik nuqtalari bo'ldi. Ya'ni mushu asosda biz o'zimizningki milliy mustaqil bir davlatimizni qurib chiqish uchun shunga o'xshash hushyor bo'lib, aqlli bo'lib, aslında çoğun güçtüngür devletlerini Xitoyga karşı örgütleyebilsek, örgütleyemesek mi aşılarınki Xitoyga karşılık tarafını, nefretini kozgap halkını ve devletlerini mi şunun karşı hareket kılışka seferber kılıp ündep şunundan biz faydalanıp özümüzdeki yani şu devletlerle hemkarlaşkan asasta ama özümüzün milli müstakil bir devletine kurup çıkışımız intayin muhim dep şu
savaqni aklımızda tutuşumuz lazım deb o'ylayman bunun algan neticelerde. Şunun bilan birge sözümün ahirida hiç olmasa şu devlet kurulup şu bayrağımızı, devlet giripimizni, asas kanunumuzni ve nurgun tecrübelerini bizlerge kaldırıp ketdi ve bulardan Allah razı olsun. Doğrusu bilen, hatası bilen her cihetten bular özünün şu devirde özünün biz üstüge düşken vazifelerini ada kıldı. Allah bulardan razı olsun. Bu yolda şehit olgan, gazi olgan, küç çıkagan herkeske Allah özününki merhametiyle muamele kılsın. Cenab-ı Allah bizlerge bulardan ibret ilip muşunda cenguvarlık, mücahidane ruh bilen Şarkı Türkistan'ı tekrar istiklalığa kavuşturuşunu Allah bizge nasip kılsın. Hem eğlence rahmet. Selamun aleyküm.